Suv ichgandan keyin kokteyl qilishni boshladim. Limon, qizilcha, olma, sabzidan protein qo'shib kokteyl tayyorladim. Doim qizilcha ishlatishga harakat qilaman, chunki bu qizilcha rosayam jigarlarni, ichaklarni shunaqa yaxshi tozalab beradi. Mana bu sabzi bo'lsa tabiiy retinol hisoblanadi. Yuz terimizni chiroyli bo'lishiga xizmat qiladi. Olma bilamiz vitamin C immunitetni manbai, hazmda yaxshi yordam beradi. Oshqozonni tayyor qilib turadi ovqatga. Protein soldim, bir qoshiq. Bizda MVda protein bor. Undan keyin issiq suv solib, issiq suv solishimning sababi bu ichaklarni shamollatmaydi. Agar sovuq suv solsak, ozgina qorinni og'ritishi mumkin. Endi uni blender qilamiz. Blender ham xuddi o'sha MVda Aycook blenderi judayam mayin qilib, umuman qattiq qoldiqlar qolmaydi, sok bo'lib ketadi. Shunaqa yaxshi darajada blender qilib beradi. Shuning uchun yaxshi ko'raman. Hamma blenderlarni yig'ishtirib, faqat shuni olib qo'yganman. Judayam mazali, shirin kokteyl bo'ldi. Ozgina asal qo'shib yuborgandim. Mazasi yaxshi bo'ldi. Mana qarang, umuman qattiq qoldiqlar qolmagan, po'sti yoki boshqasi shuni sok bo'lgan. Undan keyin asosiy ovqatimni tayyorladim. Nonushtaga piyoz, brokoli va kabachkini qovurdim yog'da. Yengil qovurib, unga tuxum solib omlet pishirdim. Kabachkilar rosayam mayin, ertalabda yaxshi hazm bo'ladi. Undan tashqari brokoli shunaqa ayollarga foydali. Unda judayam zo'r antioksidantlar bor. Shuning uchun ertalabki nonushtaga rosayam yaxshi aytadi. Endi tuxum har doim yeyishimiz kerak, chunki u tabiiy oqsil manbai. Undan tashqari foydali yog'lari bor. Vitamin A, vitamin E judayam yaxshi nonushta uchun mahsulot hisoblanadi. Tuzni sepib, qopqog'ini yopdim va nonushtaga boshqa mahsulotlarni ham tayyorladim. Nonushta uchun ertalabga non pishirganman. Nonim kepakli unda. Hozir nonni ko'rsataman. Ovqatim tayyor bo'ldi. Sir, asosiy omlet ovqatimiz va kepakli nonlarimiz. Undan tashqari kletchatka uchun bodring, sabzi va boshqa mahsulotlarni ham tayyorlab qo'ydim. Nonlarim mana o'zim zakvaskada tayyorlaganman. Xamirturush tayyorlab, haqiqiy bug'doy qora kepakli nonim. O'zim duxovkada har kun pishiraman. Sir, kokteyl va o'zimiz sevimli vitaminlarimiz, B kompleks, kalsiy, immunitet uchun chesnok va vitamin C'lar. Yoqimli ishtaha. Sizlarga ham tavsiya qilaman.